Assalomu alaykum, hurmatli gulshaydalarimiz. Sizlarga bir chiroyli manzarani ko'rsatgim keldi. Bu bizning qushlarimiz. Dalada havo sovuq, qor, qish havosida gullarimizga sharoit qilib berdik. Gulxonamizdan qushlarimizni, gullarimizni yoniga joylashtirdik va bundan qushlarimiz juda ham xursand, sayrab, yayrab turibdi. Gullarimiz albatta qushlarga ham yoqdi, sababi gullardan chiqadigan kislorodlar bu qushlarga ham mos keladi, juda ham bir toza havo bo'ladi. Ob-havo sovuq, dala, qor bu qushlarimizga esa chiroyli bir sharoit qilib berib, gullarga yarashib turibdi. Sizlar bilan bu chiroyli bir manzarani bo'lishgim keldi. Ma'qul bo'lsa albatta like bosib ketingizlar, qo'llab-quvvatlab. Bu yoqda gullardan chiqadigan kislorodlar havoni tozalaydi albatta, buni hamma biladi. Odamni bag'ri dilini ochadi gullar. Kayfiyatni ko'taruvchi hisoblanadi gullar. Uyingizda, gulxonangizda gullaringiz yashnab, o'sib, gullab tursa, albatta o'zingizda ham kayfiyatingiz chiroyli bo'lib, kayfiyatingiz ko'tarilib, gullarni ko'rganda ko'zingiz quvnaydi. O'sha chiroyli bir manzara bilan tanishtirib o'tgim keldi sizlarni ham. Kommentariy yozib qoldiringizlar va like bosib qo'llab turishlaringizni iltimos qilamiz. Hali sizlarga ko'pgina ma'lumotlarni yetkazib beramiz inshaalloh. Hamma gullar haqida kerakli, albatta kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz sizlarga. Keyingi videogacha xayr, sog', omon bo'lingizlar.